Har yili dunyoda 1 milliarddan 3 milliardgacha inson sigaret chekish sababli ko'z yumadi. Mingdan ortiq zaharli moddalar har bir chekish orqali tanamizga kiradi va chekishni tashlagan insonlarda kuzatiladi. Dastlabki 20 minutda qon bosimining me'yorga kelishi, nikotinning hisobidan ko'p ishlab chiqarilgan adrenalin va noradrenalin moddalari qon tomirlarini toraytirgani va shuning hisobidan yurak qisqarishlari soni oshib ketgani hozirda me'yoriga kelishni boshlaydi. Hattoki qo'l-oyoqlaringizda muzlash holatlari ham kamayishni boshlaydi. Uzoq yillar chekuvchi insonlarda qo'l-oyoqlarda muzlash ko'plab kuzatiladi. 2 soat chekmasligingiz hisobidan keskin holsizlanish, kayfiyatingizda o'zgarishlar bo'ladi. Dopaminning oldinlari nikotindan ko'p ishlab chiqarilgani uchun hozirda uyqungizda buzilishlar ham kuzatilishi mumkin. 8-soatdan boshlab qon tomirlaridagi is gazi kamayishi boshlanadi va kislorod miqdori oshadi. Ammo uzoq muddat chekkan insonlarning qizil qon tanajalarining ko'payishi sababli qon quyuqlashishi va tromb hosil bo'lish xavfi oshgan bo'ladi. 24 soatdan keyin esa g'ayrioddiy yo'tal alomatlari boshlanadi. Xursand bo'lishimiz kerak. O'pkalarimiz o'zini tozalash kompensator toksinlardan qutulishni boshlaydi. Shu bilan birgalikda koronar o'lim xavfi ham kamayadi. 48-soatda nikotin va uning qoldiq moddalari tanada kamayishi hisobidan nerv tolalari va tildagi ta'm bilish retseptorlari tiklanishni boshlaydi. Ovqat yana oldingidek shirin va mazali tuyuladi. Ammo uzoq yillik chekuvchilarda retseptorlar tiklanmaydi. 72 soat maksimal xohish paydo bo'lishi bilan kuzatiladi. Bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, qayd qilish ba'zi hollarda, shuningdek tanadagi spazmlar, yuqori bezovtalik va agressivlik yoki depressiya, xuddi kofe ichib kofeni tashlagan insonlarga o'xshash holatlar va o'zgarishlar kuzatiladi. 1 oy o'tganidan so'ng qandli diabetning 2-turi hamda yurak kasalliklar paydo bo'lish xavfi yo'q bo'ladi yoki kamayadi. 3-9 oy oralig'ida esa o'pka to'qimasidagi kiprikchalar yangilanishini hisobidan ular tiklanadi va o'pkada qolgan nikotin va uning moddalarini yo'tal orqali sizning tanangizdan chiqarishga harakat qiladi. 1 yildan so'ng qon tomir ichida paydo bo'lgan xolesterin blyashkalarining yangilarini hosil bo'lishi kamayishi, 10 yildan so'ng esa o'pka saraton kasalligiga uchrash xavfi chekuvchilarga nisbatan 2 barobar pasayadi. 15 yil o'tib, siz xuddiki hech qachon qo'lingizga sigaret olmagan va chekmagan insondek o'pkangiz tozalanishni boshlashi mumkin.